O'zbekiston milliy terma jamoasi bir necha kun muqaddam Jahon chempionatida ishtirok etish uchun AQShga jo'nab ketgandi. Okean ortiga yetib borgan futbolchilarimiz uzoq parvozdan so'ng o'zlariga kelib olishdi va bosh murabbiy Fabio Cannavaro boshchiligida ilk rasmiy mashg'ulotlarga kirishdi. Ushbu safar doirasida terma jamoamizni 2-iyun kuni Kanada va 8-iyun kuni Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlari kutib turibdi. Mazkur o'yinlar murabbiylar shtabi uchun tarkibni yana bir bor ko'zdan kechirib, futbolchilarning sport formasini yuqori darajaga olib chiqish uchun qulay imkoniyat vazifasini o'taydi. Jahon chempionatiga borish-bormasligi yaqinda ham noaniq bo'lib turgan, biroq yakunda terma jamoamiz bilan AQShga yo'l olgan Jaloliddin Masharipov oldinda turgan o'yinlar va yangi iqlimga moslashish jarayoni haqida gapirib o'tdi. Barcha o'zbekistonliklar, musulmonlar hayit bayram bilan tabriklayman, Qurbon hayit bilan. Juda ham yaxshi yetib keldik. Adaptatsiya mana уже boshlandi. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Bugun mana birinchi mashg'ulotimiz Nyu-Yorkda. Bundan tashqari shu bizni aeroportda kutib olgan o'zbek muxlislarimizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa tayyorgarlikni bugundan boshladik Jahon chempionatiga. Hammasi yengil o'tdi, Allohga shukr. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha shu Jahon chempionatida yordam berishga harakat qilamiz terma jamoa. Juda ham yaxshi o'yinlar bo'ladi deb o'ylayman. Biz ham o'zimizni tekshirib olamiz Jahon chempionati shu o'yinlardan oldin. Juda ham yaxshi o'ylashgan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi bo'lajak Jahon chempionatida K guruhidan o'rin olgan bo'lib, ushbu kvartetda vakillarimizga Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi raqiblik qiladi.